Xolid Husayniyning Ming quyosh shu'lasi romani haqida. Xolid Husayniyning Ming quyosh shu'lasi romani Afg'onistondagi urush, ayollar taqdiri, sabr, toqat va umid haqida hikoya qiluvchi ta'sirchan asardir. Asar 2007-yilda nashr etilgan bo'lib, o'zbek tilida ham keng o'qiladi. Roman voqealari Afg'onistonda bir necha 10 yillar davom etgan urushlar fonida kechadi. Asar markazida ikki ayol, ya'ni Maryam va Layloning hayoti turadi. Ular turli oilalarda ulg'aygan bo'lsalar-da, taqdir ularni bir uyga olib keladi. Zolim erning tazyiqlari, urush dahshatlari va hayotning og'ir sinovlari ularning yaqinlashtiradi. Bir-biriga suyanch bo'lgan bu ikki ayol mehr, sadoqat va fidoyilikning yorqin timsoliga aylanadi. Urush eng avvalo oddiy insonlar, ayniqsa ayollar va bolalar hayotini izdan chiqarishni ko'rsatadi. Onalik, do'stlik va insoniy mehr har qanday qiyinchilikdan ustun turishi ta'kidlanadi. Erkinlik, adolat va inson qadr-qimmatining ahamiyati yoritiladi. Eng og'ir sharoitlarda ham umidni yo'qotmaslik kerakligi asarning bosh g'oyalaridan biridir. Ming quyosh shu'lasi nafaqat Afg'oniston tarixidagi og'ir davrlarni, balki inson qalbining kuchi, ayollarning matonati va ezgulikning yovuzlik ustidan g'alaba qozonishi haqida chuqur falsafiy asardir. Roman o'quvchini rahm, shafqat va sabr, insoniylik haqida chuqur o'ylashga undaydi. Aziz kitobxonlar, sizlarga ham ushbu romanni o'qib o'rganishni tavsiya etaman.